mayli hayotimni uy-joy so'ramayman. Faqat shu oyoqqa tursa men uchun. Xudoga qo'lim oyog'im butun. Bu o'zini eplasam men o'zim kunman bo'lmaydi-da. Bir bo'lak non topib halol yedira olaman bolamga. Shu bitta umidim shu oyoqqa tursa edi. Bittasi tiniq yaxshi. Shu bitta ko'zi bo'lsa ham mayli, yugurmagan joyim qolmadi. Qizingizni ko'zlarini ko'rsin, qanchalik xohlaysiz? Qanchalik xohlashingiz. Bir minut ko'zingiz o'zingiz yumib turing. O'zim ichida o'tadigan narsani tasavvur qilaveradi. Qanchalik ko'rishni xohlashingiz. Azizlar, hozir ishxonada qizimiz uylarida o'tiribmiz, hojatxonalari, oshxonalari, ichkari uylarini va shu holatda ko'z ojiz qiz onasi boqib katta qildi. Ozgina tafakkur ko'ring, ozgina o'ylab ko'ring, bu qanchalar qiyin. Sizni ko'zlaringiz ko'ryapti hozir. Meni ko'rib turibsiz. Bu baxt.